Yo'g'on ichak saratonini bizning territoriyada ko'p uchrashiga asosiy sabablardan biri bu noto'g'ri ovqatlanish. Bu nima degani? Biz umrimiz mobaynida asosan yog'liq, og'ir hazm bo'ladigan yoki uzoq hazm bo'ladigan ovqatlar bilan ovqatlanamiz. Undan tashqari semizlik, kam harakat qilish, sport bilan shug'ullanmaslik yoki sigaret, tamaki mahsulotlarini chekish, spirtli ichimliklarni ichish yoki o'z vaqtida kolonoskopiya, ya'ni kamera orqali yo'g'on ichakni tekshirmaslik. Bu bizga nima beradi? Yo'g'on ichak saratoni o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. Albatta, undan oldin nimadir paydo bo'lib, bu yallig'lanish bo'lishi mumkin, bu yara bo'lishi mumkin yoki eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu polip, yaxshi sifatli o'sma. Shularni o'z vaqtida olib tashlamaslik keyinchalik yo'g'on ichak saratoniga sabab bo'lishi mumkin. Yoki to'g'ri ichak saratonida gemoroy o'z vaqtida davolanmagan va keyinchalik mutatsiyani hisobiga rakka aylangan, saratonga aylangan gemoroy. Gemoroyda ham, yo'g'on ichak saratonida ham qaysidir miqdorda qon ketishi mumkin, og'riq bo'lishi mumkin, ichning suyuq kelishi mumkin. Lekin agar shunaqa simptomlar, belgilar paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta onkolog yoki koloproktolog ko'rishi kerak.